Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Bugun men sizlarga O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, xalq ta'limi a'lochisi, shoira Xosiyat Bobomurodovaning Saylanma Baxt maydoni kitobidan she'rlar o'qib bermoqchiman. Vatan yagonadir. Derlar shirin so'zning gadolari ko'p. Yonib turgan ko'zning adolari ko'p. Yurtlar bor hattoki xudolari ko'p. Vatan yagonadir, vatan bittadir. Kezdimki dunyoning yo'llari uzun. Fahmi noqislarning qo'llari uzun. Ammo barchasining ko'rari ko'zi. Vatan yagonadir, vatan bittadir. Kimdir do'stlarini sotishi mumkin. Kimdir o'ziga o'q otishi mumkin. O'q o'tmas qal'aning borligi ham chin. Vatan yagonadir, vatan bittadir. Vatan deb vatandan ketganlar aytsin. Sog'inch yoqasidan tutganlar aytsin. Pushaymonlik zahrin yutganlar aytsin. Vatan yagonadir, vatan bittadir. Nega uchgan qushlar qaytadi bot-bot? Qozig'ini izlab kelar uchqur ot. Dunyoda bor bo'lsin mehr oqibat. Vatan yagonadir, vatan bittadir. Mening Temur bobom sohib qironim, asrlarni yengib yelgan bo'ronim, qonidan qo'shilgan bir qatra qonim. Vatan yagonadir, vatan bittadir. Yer yuzin qaratgan ko'rkam Samarqand, 40 yil shohi bo'lgan Ulug'bekdek mard. Ko'ksimdagi quvonch, ko'ksimdagi dard. Vatan yagonadir, vatan bittadir. Birov bor bolasin tashlab ketadi. Birov bor onasin tashlab ketadi. Ammo vatan tashlab ketmas hech qachon. Vatan yagonadir, vatan bittadir. Nega tomirimga sig'may borar qon? Erlarning joni 10, meniki 40 jon. Ber desa barini qilaman qurbon. Vatan yagonadir, vatan bittadir.